Bilmabman, uzr. Men bor. Bekar svet o'chirishdingda. Bekar o'chirishdingda. Qorong'ulikdan qo'rqasanmi dedi. Bu yerda men o'xshatmoqchi emasman, o'zim mard ko'rsatib, lekin qorong'ulikdan qo'rqmayman. Ammo tim qorong'u bo'lsa qo'rqaman. Lekin qo'rqmayman. Qo'rqmayman, nima deysan? Qo'rqaman. Qo'rqdim. Bo'ldi. Qo'rqaman ekan. Ya qo'rqmayman. Qo'rqmayman. Asha eshikni ochaman nima bo'lsa ham. Hech kim yo'q ekan. Qo'rqmayman qorong'ulikdan. Hozir kecha solyapman bu videoda lekin. Qisqa vaqtga debdi bizni svetlarimiz o'chib qoldi. Qorong'ulikdan qo'rqmaysan deb turib, jab bunchalik o'chirib yuborish jinday haligindaqa emasmi? Nomardlik bo'lmaydimi? Ma'da svet bor-ku, mana svet bor-ku, nima bu xonada yo'q? Agar mana svetni mana 3 tadan bittasini o'chirsanglar, hatto bittasini o'chirsanglar, shuni o'rtaga qo'yib bersanglar, men maza qilib yurmaymanmi?